Yettinchi qadam qayta uchrashuv, ya'ni follow up. Qayta uchrashuv bu taqdimotdan keyingi eng muhim bosqichlardan biri sanaladi. Aynan shu jarayonda insonning savollariga javob beriladi, shubhalari yumshatiladi va qo'rquvlari bartaraf etiladi. Taqdimot yaxshi o'tgan bo'lishi mumkin, inson qiziqqan ham bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri kuzatuv bo'lmasa, u qarorsiz qolib ketadi. Shuning uchun Enverlife biznesida bir qoida bor. Taqdimotdan keyin insonni e'tiborsiz qoldirmang. U har qanday holatda 24 soat ichida u bilan uchrashing. Va yana qaytaraman, 24 soat ichida u bilan albatta uchrashing. Hech qanday bahonalarsiz, yuzma-yuz uchrashing. Ko'pchilik shu joyda qo'ng'iroq qilsam bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, albatta yuzma-yuz uchrashing. Maqsad uni shoshirish emas, balki savollarni eshitish. Tushunmagan joylarini aniqlashtirish, to'g'ri manbadan ma'lumot berish va siz uni yonida ekanligingizni his qildirish. Chunki ko'p holatlarda inson birinchi uchrashuvdan keyin emas, aynan qayta uchrashuv jarayonida qaror qabul qiladi. Qayta uchrashuvning asosiy maqsadi odamni majburlab kiritish emas. Sizni vazifangiz u bilan birga ishlashga tayyor ekanligingizni ko'rsatish. Unga yolg'iz emasligini his qildirtirish va bu imkoniyatga o'zingiz ishonayotganingizni yetkazish. Inson sizdagi ishonchni ko'rsa, o'zi ham sokinlasha boshlaydi va qaror qabul qilishi oson bo'ladi. Muvaffaqiyatli qayta uchrashuvning sirlari. Birinchi sir, o'zingizga va ishingizga ishoning. Qayta uchrashuvning birinchi qoidasi bu ishonch. Agar siz o'zingiz biznesga ishonmasangiz, mahsulot va platformaga ishonmasangiz, kelajagingizga ishonmasangiz, inson, ya'ni taklifingiz buni albatta sezadi. Ishonch bu faqat gap emas, u nigohda, ovozda, munosabatda, qolaversa harakatingizda sezilib turadi. Enverlife biznesida muvaffaqiyatga erishishdan oldin inson avval ongida shu g'alabaga tayyor bo'lishi kerak. Shuning uchun o'zingizga tez-tez shunday deng. Men bu ishni o'rgana olaman. Men insonlarga to'g'ri yordam bera olaman. Men kuchli jamoa qura olaman. Insonning kelajagi uning o'z imkoniyatiga bo'lgan ishonchidan boshlanadi. Ikkinchi sir. Qayta uchrashuvni qiziqish va ishtiyoq bilan amalga oshiring. Qayta uchrashuv nima bo'ldi degan savolga javob emas, unda energiya, qiziqish, haqiqiy xohish va insonga yordam berish niyati borligini unga sezdirishdan iborat. Agar siz befarq bo'lsangiz, inson ham albatta befarq bo'ladi. Agar sizda kuchli ishtiyoq bo'lsa, inson buni albatta his qiladi. Siz bu ish o'zingiz uchun ham, insonlar uchun ham, kelajak uchun ham qimmatli ekaniga chin dilingizdan ishonsangiz, albatta muvaffaqiyatingiz tez bo'ladi. Katta natijalarning ortida har doim kuchli istak va xohish turadi. Uchinchi sir. Yo'q javobi bu yakun emas, jarayonning bir qismi. Bu biznesda ko'p insonlar sizga birinchi martada yo'q deyishi bu normal holat. Bu yomon belgi emas, shaxsiy rad etish emas, imkoniyat tugagani ham emas. Ko'p holatda yo'q degan inson aslida yo u biznesni tushunmayapti, yo u ushbu biznesdan qo'rqyapti, ishonch hosil qila olmayapti yoki qaror qilishga tayyor emas. Shuning uchun yo'q so'zidan hech qachon cho'chimang. To'g'ri qilingan qayta uchrashuv orqali ko'plab yo'q javoblari keyinchalik haga albatta aylangan. Bu amaliyot davomida ko'p kuzatilgan. Ko'pincha
oxirgi rad javobidan keyingi harakat muvaffaqiyatga albatta olib keladi. Yo'qni haga qanday yaqinlashtirish mumkin? Diqqat bilan tinglang. Insonga gapirish imkonini bering. Uning savollari, shubhalari, xavotirlari, qarshiliklari shular ortida aniq bir sabab bo'ladi. Sizni birinchi vazifangiz javob berishga shoshilish emas, balki uni eshitish va uni tushunishdan iborat bo'lishi kerak. Savolni qayta aniqlashtiring. Masalan, demak, siz asosan vaqt masalasidan xavotirlanyapsiz, to'g'rimi? Yoki sizni asosiy savolingiz shuki, bu ishni o'rganib keta olamanmi? Shundaymi? degan savol. Bu insonga uni tushunganingizni his qildiradi. Savollarni 3 toifaga ajrating. A toifa insonlar. Bu ishlashga tayyor va ijobiy insonlar. Bularda qiziqish bor. Faqat texnik yoki amaliy savollari bo'lishi mumkin. Masalan, qanday boshlasam bo'ladi? Ro'yxatdan o'tish qanaqa tarzda amalga oshiriladi? Qaysi paket qulayroq? Shunaqangi savollar. B toifadagi insonlar bu shubhadagi insonlar. Bular qiziqadi, lekin qo'rqadi. Masalan, menda odam chiqmasa-chi? Vaqtim yetmay qolsa-chi? Qila olamanmi? Qila olmasam nima bo'ladi? Shunga o'xshash savollar. C toifa insonlar bu salbiy yoki negativ insonlar. Ular ko'pincha oldindan noto'g'ri ma'lumot eshitgan bo'ladi. Masalan, bu ishdan hamma ham pul topmaydi-yu. Bu bizni odamlarga to'g'ri kelmaydi. Menga bunaqa biznes qiziqmas. Shunga o'xshash bahonalar yoki savollar. Har bir toifaga mos javob bering. Misol uchun A toifa insonlar uchun amaliy va aniq javoblar berishingiz kerak. Bu yerda ish jarayonini bilishingiz yetarli. B toifa uchun ularni qo'llab-quvvatlang. Masalan, bu savolingiz tabiiy. Ko'pchilik boshida shunaqa o'ylaydi. Lekin ishni birga boshlasak, qadam-qadam o'rganamiz va natijalarga chiqamiz. C toifa uchun ular bilan bahslashmang. Savolni mayda qismlarga ajratib javob bering. Masalan, sizda shunday fikr qayerdan paydo bo'ldi? Bu haqida kimdan eshitgansiz? Agar xohlasangiz, birgalikda rasmiy ma'lumotni ko'rib chiqamiz. MLM biznesida eng foydali va eng samarali usul bu Feel, Felt, Found usuli. Qayta uchrashuvda, ya'ni kuzatuvda eng kuchli usullardan biri hisoblanadi. Uning mazmuni Feel, sizni tushunaman. Felt, ko'pchilik ham xuddi shunday his qilgan. Found, lekin keyin ular shunday natijalarga erishgan. Masalan, sizni tushunaman. Boshda bu biznes yangi va noaniq tuyulishi mumkin. Ko'pchilik ham avval shunday his qilgan. Lekin keyin to'g'ri ma'lumot va to'g'ri jamoa bilan ishlaganda bu imkoniyat ancha ravshan va mantiqiy ekanini tushunishgan. Bu usul bosim qilmaydi, balki insonni yumshoq tarzda qaror qilishiga yaqinlashtiradi. Qayta uchrashuvda nimalarga ahamiyat berish muhim? Har kuni o'qing va o'rganing. Muvaffaqiyatli qayta uchrashuv uchun bilim albatta kerak. Muvaffaqiyatli qayta uchrashuv uchun bilim albatta kerak. Siz mahsulotni, platformani, biznes modelini, savol-javoblarni, e'tirozlarga javob berishlarni albatta yaxshi bilishingiz kerak. Liderlar bilan maslahat qiling. Bilmagan savollaringiz bo'lsa, taxmin qilib javob bermang. Yozib oling va lideringizdan aniqlashtirib va javobini unga albatta yetkazing. Uyalmang. Siz insonga zarar emas, imkoniyat taklif qilyapsiz. Shuning uchun boshingizni egib emas, ishonch bilan gapiring.
Har bir insonning maqsadi har xil. Kimdir daromad istaydi, kimdir sayohatni, kimdir erkinlikni, kimdir esa oilasi uchun yaxshi hayotni istaydi. Kimlardir obro' va o'sishni xohlaydi. Qayta uchrashuvda insonning shaxsiy maqsadini topish eng muhim jihatlardan biri. Kuchli qayta uchrashuv uchun ishlatiladigan savollar. Inson bilan suhbatda quyidagi savollar yordam beradi. Agar qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, hayotingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Sayohat qilish imkoniyati siz uchun qay darajada muhim? Keyingi 1-2 yilda o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? Sizga hozir eng ko'p yetishmayotgan narsa vaqtmi, pulmi yoki imkoniyatmi? Agar to'g'ri jamoa va qo'llab-quvvatlash bo'lsa, bu imkoniyatni ko'rib chiqishga tayyormisiz? Bu savollar insonni o'ylashga majbur qiladi. Agar inson boshqalarning muvaffaqiyatsizligini misol qilsa, ayrimlar shunday deyishi mumkin-da. Falonchi kirganda, u eplay olmadi, unda chiqmadi. Bu holatda shunday javob berish mumkin. Har qanday sohada ham natija insonning yondashuvi, intizomi va tizimga amal qilishiga bog'liq bo'ladi. Biroq insonning natija qilmagani imkoniyatning yomonligini anglatmaydi. Aksincha, to'g'ri yo'l bilan ishlagan insonlar yaxshi natijaga albatta chiqishyapti-ku. Bu yerda bahs emas, mantiqiy tushuntirish maqsadga muvofiqdir. Rad javob berganlarni ham yo'qotmang. Kimdir bugun yo'q deyishi mumkin, lekin ertaga uni vaziyati o'zgarib qoladi, holati o'zgarib qoladi, bir oydan keyin fikri o'zgaradi. Sizning natijangizni ko'rib, qiziqib qolishi amri mahol. Shuning uchun munosabatni uzmang. Hurmat bilan aloqani saqlang va vaqti bilan o'zgarishlaringizni ko'rsatib boring. Insonlar sizni gapingizdan emas, natijangizdan keyin ko'proq ishona boshlaydi. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, qayta uchrashuv bu AMW Airline biznesdagi hal qiluvchi bosqich sanaladi. Chunki aynan follow-up jarayonida qiziqish ishonchga aylanadi, shubha tushunchaga aylanadi, yo'q ehtimoli haga yaqinlashadi. Kuchli qayta uchrashuv uchun sizga kerak bo'ladigan omillar bu ishonch, sabr, bilim, samimiyat va tizimli harakat. Eng muhimi, inson shunday his qilishi kerak. Men bu ishda yolg'iz emasman. Menga yordam beradigan jamoa bor.